18 yosh bir yigitcha kelyapti. Meni o'zimni oldimga keldi. Domla deyapti, kecha adamni urib yorishimga ozgina qoldi deyapti. Govdali yigit ekan. Nima bo'ldi desam, uyimizda sal janjal bo'ldi. Sal narsaga ham odam dedi janjal chiqaraveradi deydi. Ovqat kechga qolsa ham janjal deydi. Tuzi kam bo'lib qolsa ham janjal deydi. Shunaqa bir tajang odam otam deydi. Kecha onamni dedi qattiq so'kdi. Onalardan keltirib so'kdi. Ko'p yig'ladi onam. Chidolmadim, qo'limni musht qildim, lekin o'zimni bosdim deydi. Qarang, otani urib yoradigan darajaga boryapti. Shu bolani endi otaga hurmati qoladimi? Mehri qoladimi? Achinish, otam, onam deb turib kuyinish qoladimi? Norozilik bo'ladi. O'g'il bolani oldida ota shunday bir timsol bo'lish kerakki, ertaga katta bo'lsam shu otamga o'xshagan ota bo'laman deyish kerak.